kambag'allik reyestriga kirilgan fuqaro bankdan issiqxona qurish bo'yicha kredit olyapti-da, keyin uni o'zi bilmagan holda o'sha kambag'allik reyestridan chiqarib yuboryapti. Shu bo'yicha bular qanday ishlar amalga oshirilishi kerak? Buni bir tizimlik nazorat qiladigan organlar ham bormi? Hozir o'zgarishlar bo'ldi. Kredit boshqasi olgandan keyin ham oiladan darrov chiqarib yuborilmaydi. Uning uyda o'sha bitta mutasaddini balki xatosidir. Hozir o'zgarishlar bo'lyapti, ya'ni o'sha hatto o'sha kreditdan yaxshi foydalangan oila yana qo'shimcha olish imtiyozi berildi, yana imtiyozlik bir marta emas, yana davom berish boshlanyapti. Umuman kambag'allikni qisqartirish mexanizmlari nisbatan yangida, hali natijalarini zo'r qilmayapmiz. Ya'ni chakaga ajrash holatga ketyapti. 3 ta muammo ko'ryapman. Birinchi muammo kambag'allikdan chiqarish bo'yicha bitta bank emas, ko'p muassasalar bor. Ular hammasi o'shanga javob beradi. Bu bir-biridan uyg'unlik yo'q. O'zbekcha qilayotganda o'ng qo'l nima qilayotgan chap qo'l bilmaydi. Ikkinchi muammo, har bitta nima qilganda hammasini o'zini cho'tki protsedurasi bo'lishi kerak. Shu protsedurasi demak aniq qilmagan, oxiriga yetmagan. Protsedura ishlab chiqilmagan.